Assalamualaikum qarindoshlar. Ovozim yaxshi chiqyapti. Bayam ingliz tili live stream bergan. Chiniqash azroq paran qilgan. Va oxirida ovozim eksadadek bo'lib ketdi deb shunga to'xtab qolgandim. Qarindoshlar, qanday ovozim yaxshi chiqyapti? Yaxshi chiqayotgan bo'lsa, gap qo'ysanglar. Bugungi yurak so'zlarimni bir qo'ysam. Ondan keyin qolgan ishni boshlab ketsam degandek. Tarqitib beringlar qarindoshlar, agar boshqalarning ko'rsin, so'zni boshlasin desanglar qarindoshlar. Okay. Hazır ovozim o'ngshaldi deyman. Ondan keyin men gapinglar bo'lsa, men xat yozinglar menga, men savol bo'lsa, men yoniga yozib qo'ysanglar bo'ldi qarindoshlar. Men xatinglarni men ekranga chiqib qildiganga har qatim bir muqimlashtiryapmisam, bo'lmasa bir videoni live stream berib bo'lib oxirida upload deb o'tirib qolgandim. O'sha boshlangan vaqtida bir qivilishim kerak deb o'yladim. Ovozim yaxshi chiqyapti qarindoshlar. Tarqitib beramsizlar, bo'lmay bir 5 odam ko'msa bo'lmadi deganda. 5 odam kirgicha tarqitib beringlar qarindoshlar. Onun kim boshlab ketaylik. Avval bir narsalarni tanishib olay, ya. Assalomualaikum qarindoshlar. Uyg'urman. Naqmaydan. Bugungi Naqmaydan kelganlarni qarshi olaman. Ovozim yaxshi chiqyapti qarindoshlar. So'zni davomlashtir. Yaxshi isildimda gapib bersanglar, menga ilhom shunday keldi ekan-ku. Jim o'tirib olsanglar, nimishlar olib ketib bordi deb o'ylab qolganman. Qarindoshlar, qanchanglar bor? Oltinglar bor ekansizlar. Tarqitib beringlar qarindoshlar. Kirganinglarga rahmat. Şunu bir gap qilib baqsanglarmi, ostiga xat yozib beqinglarmi, o gapinglarmi ekrangimda chiqamdiki. Shuni bir sinab qo'yaylik. Men tarafda hozir chiqayotgandek qildi. Deydigan bir chiqma so'z yo'q. Shu yana o'sha hozirgi xizmatlarimning doklad bergash ishlar qayerdan qayergacha shuni bir bildirib xalqimga. Nurmamat Emin. Yaxshi bo'lgan bo'lsa, yaxshi chiqayotgan bo'lsa boshlab ketay. Deydigan shum xabar bor. Albatta, xo'sh xabarim bor. Qarindoshlar, shunga shikilisin tang dey deb bugun bir şey chiqdi. Shum xabar. Bugun shu kun bo'ldi. Faxrliq o'g'lanimiz Murodlasan yo'q. Yana shuni kunda telefonda tekshirib turyapman, shu Discordda biroz gap qilib o'g'chi Murodilniki deb qarab shunday qilib ketib borman, biroq jimjit. Normal emasda hamda men bu balni biroq yo'qib ketdi deyamayman. Biroq ansirashga arziydi. Endi bu bala bizga degan qilgan ishi shu qo'rqma degan gapni qildi. Endi qo'rqma deganda o'zimning tushunchisini azroq to'xtalmoqchi. Qo'rqma
Qarindoshlar, qo'rqma degan mush so'z menga shunchalik bir ta'sir qildiki, mening shu qilayotgan ishlarim bundan keyin nishonim hammani o'zgartdi. Mushu hozirgi bo'lgan, mushu jarayon orqali men mushu jamiyatimizdagi bo'layotgan ishlarni his qildim. Hamda shu qo'rqishning shunchalik ig'ir ekanligini his qildim. Biz odatdagidek u birimda qo'rqmal deb qo'ydigan gap emas-ki, qarindoshlar. Hamda buningga obdan o'ylanib, mushu balning shunda chiqib, mushu sirtdagi Amerikadagi Uyg'urlarga, Amerikada bo'lmasa sirtda Uyg'urlardan qanday insonlar bor, o'zinglar bilasizlar. Olim, professor, doktordan tortib har xil insonlarimiz bor. Lekin shu bala chiqib shukunlik ovozini dunyoga anglatgan bo'ldi. Hozircha yo'q bo'lganki shunda deb turma. Chiqib qolsa, paydo bo'lib qolsa bu bala texi yaxshi. Bu Allohning bagini. Lekin hozircha mushu balaning shunda chiqib qilgani bu sirtdagi minglagan Uyg'urlarga o'zini ko'rsatib, chiroyini ko'rsatib, men vatan ichida qo'rqmanglar deb bir dars o'tab qo'yib, qahramonlarcha yana yo'qolib ketgan bo'ldi. Mencha sizlar uni qanday his qildinglar? Hammamizning his qilgani o'zgacha bo'ladi, o'zimizga tushliq bo'ladi. Ama mening his qilganim shu. Birsi Uyg'urimiz g'aplabda o'tirib, va u ish qilibdi-ki, bu ish qilsa bo'pti-ki, uni ularni ish qo'yadi, bularni ish qo'yadi, va bu nimda bunday qildi, bu menda qildi deb o'tib ketdik. Qaqshidiq. Hatta o'zimizdan qaqshab bo'lib, uningga qaqshidiq. Bizning dushman Xitoylar bo'lsa, lekin biz u millatga qaqshidiq, buningga qaqshidiq, u davlatga qaqshidiq, bu ummatdan qaqshidiq. Ama sen bilan bizchu eng qisqasi aqalli bir Uyg'ur, aqalli bir musulmon bo'lishning bir qonunini, u bo'lsa qo'rqmaslikni biz qila oladikmi? Bu qo'rqmaslik degan bir kichik temim desa kichik, cho'ng desa cho'ng. Biz qo'rqdikmi? Biz ya qo'rqmadikmi? Shuni bir o'zimizni bir o'ylab boqaylik qarindoshlar. Biz qo'rqmagan bo'lsak, davomlashtiraylik. Qo'rqmay so'zimizni davomlashtiraylik, ish harakatlarimizni davomlashtiraylik. Biroq burun qo'rqib yashagan bo'lsak, endi bundan keyin qo'rqmaylik. Endi mushu balning mushunda chiqib bizga dars o'tab qo'ygandan biz foydalanib, mushuning aşı energiyasidan biz o'zimizga yuqtirib, bu safarni, bu kurashni davomlashtiraylik qarindoshlar. Nimishki bundaq deyman degan chaqda davomlashtirmasang, oqibating belki ichinishli ahvol qoladi. Buni aniq bilamiz. Mushu balaga o'xshash. Mushu bala hozir nada biz uqmaymiz. Balkim bu kala ishlab ketib, birdam jim tutib turay, u bu davatgan bo'lishi mumkin. Birdam biraylarga mümkünüb juray o'zimni deb. Bu bala aqlliq bala ekan. Sen bilan bizning alqib jurak jihatdan. Uning ko'z yumsaq bo'lmaydi. Lekin mushu balaning mushu ro'yini biz qandaq davomlashtiramiz? Biz qo'rqmaslikni qandaq davomlashtiramiz? Qandaq bu ishlarni ib barimiz? Qo'rqmasak nima ishlarni qilamiz? Qandaq so'zlarni qilamiz bundan keyin? Qandaq ishlarni qilamiz qo'rqmasak? Qo'rqish bilan qo'rqmaslikning oralig'ida zot nima bor? Qo'rqsang qanday oqibatga erishsa, qo'rqmasang qanday oqibatga erishsa degan hammani o'ylab chiqishimiz kerak qarindoshlar. Mana bu mishaning o'sha qo'rqma deb chiqirib e'lon taqib shu videomga bugungi so'zimni davomlashtirish uchun qilgan so'zimni e'lonimning sababi. Bu qo'rqish bilan qo'rqmaslik oson farq emas. Qo'rqqanlikdan biz shaytonga ergashib ketamiz qarindoshlar. Shaytonga ergashdik degan gap bizning oqibatimiz, bu dunyolik oqibatimizni o'zinglar tasavvur qilsanglar bo'ladi qarindoshlar. Ammo qo'rqmasang-chi? Qo'rqmas deganlik bu yerda xatolik o'tkazgan xatolikingga qo'rqmay maydonni mushlab
Özüň tüztüşbe. Eger hata iş kılmaydıgan insan yok. Nurgun insanlarımız şu hata yolunu bilgeçke kokmay yine doğru yolunu tanlap ketip barıdı. Hem de bu sen bir hata yolunu tanlap kap, ya biz hata işini kıp koygan insan bolsan, sen yine koksan, yani şu yolda maňy verirse, sana bir iş kanda paydasız, milletke iş kanda paydasız. Ama diğerlerimiz orluk olsa, muşu balının açında kokmas roydun biz ügüneyli boldu, bunun denken biz mi kokmas bulaylı desek, bunun denken kanda işlerini kılımız. Bunun denken nimine tefekkür kılımız. Bunun denken nimine nişan kılımız. Diyen hiyallada obdan oyluşku erziydi kıyrindaşlar. Ben kokup halkımın avazını bildirişki tirişken kokup durup cümayına. Bıraklam kokup gitmegen. Büget diyen kopsam hedem viçetdi, gaqip koyupdu, bamu dip. Vatandiki hedem hazzeldim bulağman sırt nimiş qıvatqınımni bildetmeymen. Yaxşı okuyman, işleymen, muşundaq qıl deymen, ulan meni partiyaga, xalq jungoga 100 kilometrlik iş qılma dep qoydum. Onda işlarni qılmayman deymen. Şonaşqa ulan mende xatirjam, azırıq hech qanday iş bolmay şun. Biroq men özümni bilginni qilib kelayotgan. Biroq yana shu qo'qish azroq batni shuni halqib chiqish uchun tirishib qilayotgan. Biroq shu qo'qishni men biroqlam yengib bulamag'ashqa haqiqiy ichimdagi yurak so'zlarimni sizlarga qilishga fursat bo'lmagan. Men qo'rqqan. U nim deb qala, bu nim deb qala. U qilib bunda desa, bu qilib unda desa, qo'rqqan shuningdan. Men nimadan qo'rqayman endi? Men Xitoydan qo'rqmagan yerda, men shaytondan qo'rqmagan yerda. Men endi ba'zan o'zimizning puhralarni, o'zimizning qarindoshlarning ichidagi ba'zan o'xshamagan fikrlardan qo'rqib, yo bo'lmasa o'xshamagan ish qilayotganlardan qo'rqib yuramdim. Ya mening nishonim faqat Xitoyni yo'q qilib, o'zimizning davlatini asliga keltirish, o'zimizning davlatini asliga keltirish degan Uyg'urga mansub bo'lgan bir davlatni asliga keltirish. Unda olgandan keyin bu yerdagi dushmanning qanchalik kuchli dushmanimizning qanchalik kim ekanligini obdan bilsak, obdan o'ylansak, his qilamiz. Bu degan dunyodagi eng nopos ko'p, ham puli bor, iqtidorliq, har jihatda dunyoga birinchi, ikkinchi bo'lib dunyoni saran qo'yib bo'lgan bir davlat, bir millat. Shuningdan qo'rqib, yana so'zlayamay, yana bir ishlarni qilib bulamay, yana uydagilarga oxirida tigib, yana oxirida peqrab berib, yana uydagilarga ziyonkesh qilib qo'yamanmi deb o'ylab, qo'rqib, andish qilib, bo'ldilarmish tashkilotlarimiz bir ish qilsinchi, mishlar bag'o, o bu deb o'tiraverdim. Bir skep menava yordam qilib qo'ymaydi, albatta ularga men o'tkazib qo'yganim yo'q, uni his qilmabdi menga. Ham seningmi urug' tuqqanlaringni bir skep olg'a yetib, bir skep izdeygini qilib qo'ymaydi sen qilmasang. Unda olgandan keyin qarindoshlar, bu qo'rqishdan olqib ketayli. Yo'q olsun bu qo'rqish. Sen u tuqqan vatandagi bir necha tuqquningda ansirab hamda bu sirt ish qilmasang, mushu halqiliq vaqtda, mushundaq bir och yo'lda qo'rqishni tanlamsan, qo'rqmaslikni tanlamsan degan bir yo'lda obdan o'ylashib qaror chiqasak, ham buningdan keyingi kelgusi yo'llarimizni to'g'ri topsak bo'ladi qarindoshlar. Qo'rqish bilan qo'rqmaslik ikki xil. Ya'ni shu o'tgan degan davozning misolini deb beray. Sen simda ketib borasan, orqanda ketib borasan. Egiz yerda. Qo'rqmasang, shu 1 metrlik egizlikdagi mangandek mangalaysan, tugutalaysan bu musofani. Ama qo'rqsangchi, o'g'lab yerga yiqilsan, beshing qaydi, yerga yiqilsan.
Mana bu qo'rqish bilan qo'rqmaslikdagi farq. Sen qo'rqsang so'zlayolmaysan. Men qo'rqqan vaqtimda ansiraydim. U burdan deb qolamı, bir gap og'zimdan qata chiqib qolamı, bir gap kim ta'sir jiqib uchrab ketib, amanda kim menga o'zimga ziyonkashlik bo'lib qolamı deb qo'rqaydim. Şuna so'zlayolmagandim. Ansirgandim. Endi hozir qo'rqmayman dedim. Men ichimdagi hamma narsa faqat shu vatan, faqat shu millat, faqat shu xalq, faqat shu hurlik, faqat shu adolat, haqqoniyat bo'lg'ashqa men qo'rqmayman. Buning qo'rqida hech nimasi yo'q. Tavuz yeyishdan qo'sqonni og'ir qo'miz tavuz yeyishdan qo'rqma degan gap bor. Unda o'g'anki men nimish qo'rqib so'zlamayman. Men faqat shu xalqimni uyg'onsin. Mushu baldan bir fursat bo'lib xalqim uyg'onsin deyotgan bir inson nimishga qo'rqayman deb so'zlayapman. Ham bundan keyin bu yerda yana so'zlab qolishim mumkin. Yana so'zlashimning yana bir sababi bor. Hamda u sabab mushu hikoyalar, mushu bo'layotgan ishlar, mushu Miradilning hikoyalari mushu chiqib bizga bir dars o'tab qo'yib ketgandek bo'ldi. Undan keyin uning davomini men so'zlashga tirishyapman, shuning qo'rqmas ro'yini men davomlashtirishga tirishyapman. Men davomlashtirmasam, birsini davomlashtirsanglar bo'ladi. Biroq men uni qilib, buni qilib demayman, o'zim qilmay turib. Birasi davomlashtirgan bo'lsa, balki men davomlashtirmasligim mumkin. Ama shundan agishib, balki men shu videolarini tarqitib qilib to'xtab qilishim mumkin. Biroq hozir mushu balani ko'tirish, mushu balani xalqqa bildirish, xalq qaramga bildirish yo'lida ketib qolgan odam, men hozir o'qni yodin itib oldim. Bu so'zlarimni qilib bo'ldim. Kimligimni dunyoga bildirib oldim. Xalqimga bildirib oldim. Ata-onamni, yo'misi boshqa urug' tuqqanlarimni xavf xatarning ostiga qo'ygan bo'lsam, ama albatta men qo'ymayman. Uni Alloh yegin bor. Ama bo'lgan bo'lsam, bo'p bo'ldim. Endi bu yerda qo'pab, men xato qilishman, asli jim qonni qisib yursam bo'pti ekan demayman. Bu men emas. Undan keyin biz endi bir ish qilsak, bir ishqa shundaq bir Uyg'urimiz chiqdi. Shundaqmi? Bir Uyg'urimiz chiqdi. So'zildi, qahramonimiz chiqdi, shiqildi, videolarni tarqitib, 3 xil til biladi ekan, 3 xil tilda so'zildi. Endi buningga biz nimish qilaladik, nimish qilib beraladik sen bilan men. O erkin dunyoda yashab biz Allah bizni qutuldirib qapti, to'g'ri, qutuldirib qoldi. Sen bilan biz hayot, biz ya bizning jigarlarimiz sökülüp ketmedi, ya bizni bir zo'lab bir zavodda ishlar deb malaylik qilsammidi. Bizni qutuldirib qapti. Endi sen bilan men zodi bu millat uchun zodi nimish qilib beraldik. Biz qaqshaversak, biz millat undaq, bizning millat bundaq, o undaq. Albatta nurg'un nachar illatlarimiz bor. Buni to'g'ri tushunib yetaylik. Nurg'un amaliyat, nurg'un bo'layotgan ishlarni biz e'tirof qilaylik. Biz o'zimizning qayerdan ekanligimizni bilaylik. Sen o'zingni to'nigan vaqtda ati nimish qilishingni bilalaysan. O'zingni to'nigan vaqtida yo'lingni topalaysan. Masalan, bizning xalqaro bilan bo'lgan orlig'imiz, butun dunyo bilan bo'lgan orlig'imiz shunchalik uzun, uni obdan bilamiz. Hatto mushu bizning tariximiz qayerdan qayergacha uni obdan bilisizlar, shunchalik qadimiy turk millatlarining birinchi dunyo bo'yicha butun turk millatlarining birinchi shahar barpo qilgan, savdo setiq bilan shug'ullangan ham madaniyat tarqatgan bir millat bo'lish sifatimiz bilan
biz hozir bir yo'qolib ketish girdobida yo'q bo'lay deb duchla qoldik. Chunki biz o'zimizni obdan tanıyamadik. Bizning o'zimizning qayerdan qayerga chiqligimiz bilamadik. Undan nurg'un vatandagi Uyg'urlarimizga undan fursat bo'lmadi. O'zimiz farqni qisqartayli degan insonlar, yana Uyg'ur oilalar, yana mushta chatlarga chiqib, yana davomlashtirib ketib boramiz. Lekin bizning xalqimizning ong, ideya bir ish qilib bo'lgan. Tushunch. Bu dunyo siyosati, dunyo muhiti bilan qarshi holatda deyamsanmi? Bir qadamda emas. Ya dunyo nimishlar bulab ketib boradi qarindoshlar. Bu Xitoy zot qayerdan qayergacha hozir. Ularni bilmasak, biz qachon hujum qilamiz Xitoyga? Qachon mushatimiz? Ya qachon bir ish qilamiz? Qachon o'rnimizdan qo'pimiz deganda biz neden bilamiz? Biz qandoq bilamiz? Bu jamiyatdan hech qanday savobimiz bo'lmasa, o'zimiz o'ylagan, tafakkurimizga tayiniblam. Ama shunday bo'lishi kerak. O deb o'mlik aloqa o'ngab, tatirib bir ish qilib bo'lamdi bu dunyoda. O'zingizdan so'qqanlik bilan o'tirib, o'ylanib, plan tuzib, o'mlik bilan, ya'ni sen, men birlashib bir ish qilsak qildikki, qilamisak holimiz xarob. Ya yo'q bo'lamiz. Ziminimizni baraqlanib bo'ladi. Biz bu dünyada eğer rahat göremirsek, bu dünyada eğer bir insandaki yaşayamsak, men ishinamanki, bu butunlay yoki Xitoyning yoki bunun sebebi emas, o'zimizning sebebi. Eğer o'zimizning sebebi bo'lsa, sen o dünyada ravolik ko'ramsan. Sen o dünyada yaxshi kun ko'ramsan. Allah sana yaratib bergan tuproq, Allah sana bergan boylik, kan, neft, oltin, hammani. Men musulmon bo'ldim, ya men Uyg'urdim deblam haqqi beramsan, yo'qitib qo'yamsan. Asli Allah bizga musulmon bo'l. Mana Qur'on deb bizni qudrat topsin, qilamigan qallasidagi tugillarni yessin deb yo'l boshchi bo'ldiganga Allohning so'zi kitob shu yerda. Shuni qanchamiz o'qib, qilib baqdik, tarjimasini tushunib, his qilib baqdik. Zodi nima kutdi bizni? Biz shu yo'lda mangdikmi? Shu yo'lda mangmay turibsan. Qo'rqanchaqlik bilan bir insonning jinini Allah'ın aldığını bilip durup yana biz qo'rqib yaşasak, mushu dunyodagi to'tkunlik jahonning ishi bilan aldirash bo'lib ketsak, ketadigan yerimiz yana ham shu, lekin ketib bo'pmi? Ravo ko'maymiz qarindoshlar. Sen bu yerdagi kampdan qo'rqib, bu yerdagi Xitoyning qurib qo'ygan o kamplardan qo'rqib, o turmalardan qo'rqib, Xitoyning bir to'qmoqlardan qo'rqib, jazolashidan qo'rqib, igimiz degan ishni qilmasak, u yerdagi xo'rliq bu Xitoyning bu kamplardan yaxshimidi, rahatmidi sana? Undaq bo'lgandan keyin yo'limizni teppalaylik qarindoshlar. Islom to'g'riliq so'zlama desang, undaq bo'lsa u to'rimizni teppalaylik qarindoshlar. Qani bizdagi to'ra, madaniyat qani? Bir qonuniyat qani bizdagi hammamiz bir anglaydigan, qiladigan. Bilmasang uygan, so'ra. Şu bir uyda bir ailede
Çoğunlarının aldıdan doğru ötmeslik, yalnız unda kılmazlık, bunda kılmazlık dep nurgun örp adetlerimiz var. Şununla bolsa emel kıvatam sen. Sen bir Uygur boldun mu başta? Uygur bolsan çokum. Xitaydan tayak yeydigan Uygur millet yok. Ama biz Uygur bolmagaçqa yavatımız bu Xitayakni. Uygurda qo'qish degan narsa yo'q. Çünkü biz degan Allah'ın bendisi. Komünistning bendisi emas. Bir Xitayning bendisi emas. Unda qo'yganken ularning noposi bizdan 100 esi yuqori bo'lsa-mu, erkekdek yaşashimiz kerak qarindoshlar. Azimatdek yaşashimiz kerak mushu boladek. Şu gün ovozimni chiqirib oldim deb aşı bola. Agar yo'qolib ketib qolsa, menchi bo'lsa murod maqsadiga yetdi deb o'ylayman. Chunki u nurg'un o'ylashib, oxir shu qaror kelganligini menga dedi. Baxtiyor Uyg'ur degan mening bir O'zbekiston Baxtiyor degan bir ag'inam akamiz botdi, shu emas dursan. Ham o'shunchalik so'zlay, lekin qaysar bo'layli. Qo'rqmayli qarindoshlar. Mening bu yerda to'xtamay so'zlaydiganim men birsiga hujum qilg'ili, birsini tanqid qilg'ili emas. Ba'zan chaqlarda shunday chikitib qo'yatdi so'zlarim. Ama mening buningdan keyin maqsadim Uyg'urni uyg'otish, Uyg'urga kuch berish. Muajiratdagi qarindoshlarimiz ko'ngli yerim bo'lgan vaqtida shu xabarlarni ko'rib, shu xabarlardan ishonch topolmay kelgusini yo'qotgandek his qilgan vaqtida meningkiga kelib bir yarim soat gapimni anglagandan keyin azroq bir kuchlanib qilishini ham xohlayman shu xolos. Hem şu Muradil degan Azimatdan degan gipi. Hem tarix başqa bizdami, mendami hech qanday umid kutmadi. Meni ishinib, meni amonat qilib, tarqitib qo'y, dunyoga bildir dedi. Undan keyin yo'q bo'ldi. Unda qolganki men qilma, Uyg'urimga kuch berish uchun tirishma, so'zlayma, hargiz tanqid ya hargiz birisiga bir ko'ngni yerim qilish emas. Aksiga kuch berish. Men o'zimning shu qilayotgan ishlar orqali sizlarga kuch berish. Men bir kun qo'rqib qolsam, sizlarmi qo'rqib yashanglar buningdan keyin bo'ldi. Men bir kun qo'rqib qolsam, men bir kun Xitoyga egilib qolsam, bo'ldi, egilib yashsam, nima ish qilsam mayli. Mening gapimni ikkinchi anglamasam mayli. Lekin men shu yerga yetdimki, endi po so'zlaganlik, uni oqsoliq qilganlik emas. Qo'rqmay yashayli deganlik shu faqat endi buningdan keyin endisha narsalardan o'zingni olib tashla. Jonathan Lyons Uyg'ur qarindishimizga nima deydi desanglar, men ishonmanki Murodil Asandek qahramonlarimiz yana ko'plab chiqadi deydi. Men bugungi so'zimning oldida bugun bir xo'sh xabar, ham bugun bir shum xabar dedim. Shum xabar shuki, 3 kun bo'ldi texichi yo'q. İzleyirgini qilamadim. Qahramonimizning, azimatimizning deb. Endi bu tim tuguson. Xo'sh xabar. Mening guruhimga yana bir shuningga o'xshash bir bola. Men menga vatanda turib, Jungoda turib, ya vatan emas, Jungoda turib qo'shilib gap qildi. Mening oldingi stream menga kirsanglar, ingliz so'zlagan kirsanglar, bir ingliz ism qo'yib White Ubu deb bir Uyg'ur bolaga nalik buningdan keyin men unda ismini nalik, balik Ubu deb jumayman. Men dedim, sana ishondim, sen Uyg'ur deding, bo'ldi, men ishondim. Unda bo'lsa, sen jiq so'zlama. Mishada bo'p, mishda anglab, bizga kuch ber. Bağlığını bildirip tursan bo'ldi. Bo'lmasa yana seni o'zimizning qarindoshlari, Xitoylarning qilib o'zimizning qarindoshlari seni ko'chilab Xitoyga
tayyorlik qilib berdi ekan. Bilib bilmay deb qo'ydim. Qo'rqma dedim. U qo'rqma, u to'g'ri shu ishlarni ko'rib, shu ishlarni ko'rib, shu bo'layotgan ishlarni bilib, shundan keyin to'g'ri. Bizda qo'rqish pek ig'ir ekan. Qo'rqmasligimiz kerak deb aytgan bir so'zlab bu qilib. Menmi Uyg'ur asli u bu deb. Menmi Uyg'urdim. O bu deb. Menmi Jungo'dim bu deb. Shundan keyin ba'zilar gumon qildi mening guruhimda. Onda og'asi o nima, bu nima desa bu bal oxir so'zlab berdi. Azroq deb berdi. Bu yerda yana deb yurishning hojati yo'q, chunki yana bu videoni men tarqatyapman. Kim ko'rdi, kim ko'rmadi uqmaymiz. Ammo sizlarga mushu baldan keyin chiqqan. Masalan, undan keyin men Alloh xolisa mushta qo'rqmaslik yo'lida menishqa intiliman, tirishman. Mangu bu mening hayot nishonim yashayman. Hamda mushunda bolalar yana chiqibdi. Yana mening guruhim kirdi. Shu deydiki, Xitoydan yana boshqa bolalar Uyg'urlarni, işte Uyg'ur jamiyatini kuzatdi deydi. Ko'rdi deydi. Ular baki o'tirib shu murodlasam. Menmi chunki vatanda vaqtimda Rabiya ana deb bisib ketdim. Rabiya Qodir deb bisib ketdim. Nima ishlarni qo'y? Chunki men vatanda vaqtimda boshqa hech kim tonimaydi. Shu onamiz bor bizni qutuldirdi deb tushundim. Şu to'rxonlarga kirib, o'yin o'ynab, arliqladimda bulonga berib, shundan keyin uchoqlarda to'rxonda ismlarini yozmaydi. Kim chiqyapti, kim chiqmadi deb berib pul to'lasam o'ynaydigan vaqtlar. 2008dan keyin 2008 gacha uchoqda YouTube'lar bor vaqtda. YouTube bor vaqt. Shuchoq YouTube bo'lsa-mu Arabiya ana deb bisdan qo'rqaydi. Keyin 2008 dan keyin taqovatdi. Taqib etgandan keyin men yana shu VPN shu tushirishni o'rganib, telefonlarni qilib, bir necha ag'inamga o'rgatib, ancha-muncha Facebook buni o'ynaydigan bo'lgan. Biroq cho'ng bunda temalarga kirishdan yana qo'rqaydim shu chaqlarda. Chunki men ansiraydim. Gapni o'cha qo'rqaydim shu. Qo'rqanchaqlik batdi, qo'rqdim. Aniqlan bilish kerak. Ba'zanlar bu yer qo'rqma, bu desi degan, bizni qo'rqanchaq chiqaryapti dedi. Qo'rqshab, dushman, xoinga chiqarishdi. Lekin mayli qilsa, qo'rqmasan, qo'rqanchaq desam, seni shu yaxshi bo'lsin-kan deydi. Qo'rqma degan shu san rag'batlandig'ini. Hargiz bu Xitoylarga biz unda qo'rqma, bu demaganga o'xshash, u yaxshi ko'rmasa, seni qarindishim deb bilmasa, seni qo'rqma demaydi, seni o'l deydi, seni yaxshi ko'rmasa. Sen do'zax kir deydi. Seni yaxshi ko'rgachga, shuni millatim, mening bir pushtim degachga qo'rqma, qarindishim deyotdi. Men shundayman, bundan keyin jiqtayman, shunda rag'batlantiradigan ishlarni ko'p qilamiz. Ham bu ishni endi men hargiz uning ishi, buning ishi tashkilotlarni, cho'nglarni bu demayman, ular balkim kuzatayotgan bo'lishi mumkin, ular balkim bir o'zlarining ishlari aldirash bo'layotgan bo'lishi mumkin. Lekin men o'zimning ishimni deb qilaverman. Toki shu murodimga yetkicha. Shu bayroqni vatanda lapildatkicha. Qarindoshlar. Jamiyat qayerdan qayergacha desanglar, tunugun bir video chiqarib qo'ydim. Mesela ko'z tutib qo'yay. Ma videoni bir ko'rib o'taylik. Yaman qiziq masalaga tushuntirib qo'yay. Qaranglar, bu Xitoyning birinchi qul Xi Jinpingning Xitoy saviyasi menikidan nechasi nachar. Chunki men Xitoy sinfda o'qib, Xitoy sinfda chu deb degan xatni tuzak o'qiyamaydigan bir manglyor Xitoy bu. Bu bir manglyor Xitoy, bu manglyor Xitoydan biz qo'rqib, bir o'qimagan lahva dalti Xitoy qaranglar. Bu ikki xatni xato o'qiydi shu yig'inida. Ikki xatni bir normal xat Xunyao deb degan taqtiq o'qiydi. Mana Xunyao deb o'qiydi mana ikki xatni. Undan keyin Xunyao yana birisini mana Tshu
Şu degan xatni şu aşında derecede ya bu bir lahva döt aşı başlangıç marpılı bab dep nurgun aşı degan ya bir uduqып jiddilashib qo'rqib aşı derecege keldi bu mu? Unda bo'lganda ekan qarasa sen nimadan qo'rqaysan? Mushu halqilliq paytda sen yana qo'rqib yashasang, xalqqa yuz kelamaysan, atugün so'rg'ini beramaysan. Mana tarqitayotganlar chiqyotidi. Mana G'ini G'upur degan qarindishimiz qo'llab tarqitib qilib beribdi. Mayada bir video bor. Bu Uyg'urlarimizning eng ichinishlik ahvoli. Mana ko'ringlar. Ma xinglo ilaqa darara degan ilaqa duchu degan kino hammanglarni esida haqichan. Duchu sakradi. Uni aldın onu darı versi diye yigizip bunu aç kallasını açında darıya saq tutup darıya yigizip bexatar qilib bo'lmasa ularni sarang emasda u yerda kundi yetaverdigan. Açta qilgan o'xshash. Mana duchu degan kinoni ko'z oldinglarga keltirib mana ko'ringlar. Va ovozini ham chiqmaydigan bundan keyin tangshay. Maşkisi aşı Xitayga maqimedin depdi Uyg'ur yo'ldoshlar bak o'zini so'raydi. Darını vaqti deydi deb. Shikirdan bir Xitoy kelib, bizning makonga, bizning ziminga, bizning madaniyat barpo qilgan shu zimin, shu makonimizga Xitoydan bir qasma Xitoy kelib bizga zo'lab nimaligini uqmaydigan işte dorilarni, kapsullarni yig'izyotdi mana. Ala ko'z tutib turib, "Abgankini yedimjimi? Qara men sol tarafdagining chiroyini." Yani bir körük temsilah qarindoshlar. Qo'rqsang mushunda bo'lsa, qo'rqsang dori yeysa, halalmi, harammi, nima sen qo'rqmaysan. Sen qo'rqqach qilyapsa, endi ularni tanqid qilib emas. Biz qo'rqsak shu darajaga boramiz. Xalqlar bizni dori berib turib kontrol qilyapti hozir. Hay qarindoshlar. Mayada bir aq qarindishimiz degan adalet, haqqoniyat, erkinlikka kurash ketadi, kurash. Qo'rqmaydigan narsani, qo'rqmaydigan bo'lib safarga atlangan vaqtingda sen balkim shu erkinlikni ko'ralaysan, erkinlikka yetalaysan. Buni men Peylasoplardek bir sözlep qilib ketgan yerim emas. Bu ish, bu haqqoniyat, bu hammamiz kalis ochiq odam bilalaydigan bir ish. Analiz qilsa tushunda to'g'ri deydigan bir ish. Unda o'g'andan keyin qarindoshlar, qo'rqmayli. Mayada qarindishimiz bu xil erkinlik, bu xil mustaqillik, bu xil insoniy huquq degan qo'rqmas ruhni ichidagi, vatan ichidagi Uyg'urlarimizga taqalsak bek yaxshi bo'ladi deydi. Albatta yaxshi bo'ladi qarindoshlar, albatta to'g'ri. Lekin men bu yerda hozircha vatan ichidagi qarindoshlarimdan hech qanday uni qilinglar, bunda qilaylik, u bu deyamaymiz, chunki ulardan shu ashta qo'rqmaydiganlar chiqib ko'ribdi. Biroq biz bu sirtdagi Uyg'urlar nima ish qila oldik qarindoshlar? Sirtdagi Uyg'urlar qo'rqmadikmi biz? Qo'rqdikmi? Bizga saqliqni kim berdi? Bizni kim qutuldirib qoldi shu Xitoydan? Sening noposong shu butun Uyg'urning ichida qancha 1%, 0.01% hisobda 1 mingning ichida Alloh bizni tanlab, "Bo'pti sen qutulib qol", deb oxir mushu irqiy qirg'inchilikdan mushu viruslarga bizga vukulurib, bizga dori berib, bizning ayollarimizning chiqqanini bulab, kesib erlerimizni zo'lab shiqsilib, bolalarımızdan arib, ayılıp veyran qilib,
Balısı apısı bilen görüşemigidek derecede hemmisi. Qaysı bir sak aylı kaldı bu Uygur cemiyetide. Bir qaysı bir sak cemiyet kaldı bu Uygur cemiyetide. Şu vaqtda sen bilen biz nemish qiladi qo'rqmay. Ama mening hozirdan başla, mening hozirdan hozir deydig'inim, hozircha qilmoqchi o'g'lim, so'zlamoqchi o'g'lim, kimga qarta degan herkes vatan ichidagilarga emas, shu sirtdagi Uyg'urlarimizga. Shularga kuch bersam ekan deyman. Shular bir qo'rqmas ekan deyman. Shular obdan o'ylab baqis ekan deyman. Bizga zada nima kerak? Bizga zada nima kerak? Bizga kerak bu atqini hurlik. Bizga kerak bu atqini davlat, zimin. Uningga sen kurash bilan erishsang, qo'rqmas ruh bilan qadam tashlagan vaqtingda shuningga yetsan. Yana birisi bu yerda so'zni men davomlashtirishim sababi yana deb qo'yay, bu Muradil Hasanni men manga shundaq deb eng oxirgi gapida shundaq qoldirib ketgandan keyin manga omonat qilib, shu videolarimizni meni xalqaro tunussan, bildasan deganga tushdi. Ben to'xtamay mushuning rasmini chiqarib film ishlayverman. Mushu rasmni, mushuning filmini rasmini chiqardim. Chunki bu ruhni bizga shu bergan bo'lsin. U rast bo'lsin, yag'an bo'lsin, qo'rqma shuna qig'inilar, qo'rqma Uyg'ur, qo'rqma degan o'zla menga yetarli. Men bu yerda uning pishpiymi, chatqim yo'q. Meni qo'rqma deb menga kuch berganligi tufayli u mening qarindishim, u mening azimatim, u mening Ügünüş tegishlik bo'lgan bir qahramonim. Shuni men sizlarga to'xtamay yetkazay deb o'tman. Bo'pti. U yo'qolib ketdi. Uning izlerigini men qilmasam kim qilar? Endi menmi yo'qolib ketay? Bu sog'i bu bizning guruhimizdagi bir haqqoniyat yaxlug'uchi, bizning haqqoniyat ishonguchi degan bu guruhimizning bir a'zosi yillidan haqqoniyatni so'zlagashga, erkinlikni so'zlagashga boshqa hech qanday qonunsizlik qilmadik. Berib bir odamni tilimidik. Faqat o'zimizning hurlik uchun, o'zimizning erkinligi uchun ikki ig'iz so'z qilib qo'yganga biz hozir o'zimizning a'zolardan yo'q bo'lishga boshladik. Endi men shuni ko'rib, ben xato yo'lga kirib qaptime, ben qo'rqinchli yo'lga kirib qaptime. Uning bo'lmasa, endi men buning ovozini so'zlab bersam, mening ota-onam ayada tursa, desam, kimga foyda qarindoshlar? Bizga foydami, millatga foydami? Unda foydasi yo'q ishni men hargiz qilmayman. Bo'pti, menmi bir kuni qas kuchirayam, o'lib ketay bu yo'lda canlı ağıcı Allah deb atlandık. Belkim muşu musafide cinimle bir gün ilişim mümkün. Onisi inlik. Ama ben hazırca Amerika'daki bir devlette şununla teximi qo'rqmay. Allah mişege muşu vakitte mişede boğaşka sözleyavatıma. Belkim men xumayman. Balki men boshqa davlatlarda bo'lib qolgan bo'lsam, masalan Qozog'iston degandek davlatda sen uvdul qo'pab Uyg'urni tashkilot bunda so'z qilsang qilolmaysan. Tas. Qilayotganlar chiqyapti-da, shularni qo'llayli. Qo'rqma deb Uyg'urga madad beradigan xatolik nada bu yerda? Men birisining izlayigini qilmasam, shuningdan xalqqa kuch bermasam, men bir ish bo'lganda, menga bir kelishmaslik aşındaq bir tehdit kelganda, ya'ni xatar kelganda bu millat yana qopmasa, biz aslida qopmay bir-birimizga bo'lib kelsak, yem bo'lib ketamiz qarindoshlar. Qo'ylarni yirqitay, hayvonlar bulab, talab qiladi-ku. Hech kim berib o'm bo'lib düşmanni yıqtay demaydi qo'yilganda qo'ydek hayvonlar. Lekin kalidek, otdek hayvonlar qanday qiladi? Ya'ni o'zining pushti o'g'ashqa, o'zining
o'xshash hayvoni bo'lg'ashqa yana billa raqibga qarshi turdi qarindoshlar. Biz bunda qilamisak, bo'pti uni so'yversa, meni so'ymas deb o'ttasak, sen mo amini shu tayya bo'lsa. Uxlayotganlarni o'g'it taslaydi meni birisi. Shu qarindoshlar, hamda Uyg'urcha. Shu mishakagacha birisi shu xo'sh xabar. Shu bizning guruhdan yana bir Uyg'ur bola bizning shu ishlarimizni ko'rib, o'ziga ilhom tepib, kuch to'plab, qo'rqmas bo'lib, yana shu so'z qilib, o'zining na'dan kelgan na'likligini menga dedi, na'da o'qiydigan dedi, o'qiyotganligini, Shikirda o'qiyotganligini dedi. Bundan jiqqa u balaning informationsni bu yerda so'zlab yurgim yo'q. Mushunda balalar chiqyotdi qarindoshlar. Uyg'onyotdi. Hamda bu uyg'onish harakati bo'lsa, biz qanday davomlashtiramiz degan gap bor. Davomlashtiraylik. Qilaylik, yetaylik qarindoshlar. Uyg'otaylik, qo'rqma deylik bo'lib yoshlar. Ro'ying bu dunyoda sen erkin dunyoda yashab turib, o'z millatingga, o'z xalqingga nima ish qilib beralading? Qilib beramayman desang, oqibatingni o'ylab qo'y. Biz to'g'ri ish qilsak, bu dunyoga borganda to'g'richa, xato ish qilsak, xatocha so'rg'i bor jahon bu. Hergiz kim qo'rqsa, shu yuz ko'taradigan, shuning turmushi yaxshi bo'ladigan qonuniyat yo'q bu jahonda. Ammo bizning avlodlarimizni o'ylaylik qarindoshlar. Shu bolalarimizga yillayetdan shu yiqimsiz bo'lgan shu Xitoyning naqshlarini o'rgatib kichikdan bizning muqam, bizning millatning javharlari bo'lgan shu madaniyatlarimiz qanday o'rgatamiz bundan keyin? O'rgatamizsan biz nega boramiz? Shuni o'ylashaylik qarindoshlar. Jug'urlaylik qarindoshlar. Bizga nima kerakligini obdan bilaylik qarindoshlar. Bizga hurlik, bizga erkinlik, bizga zamin kerak. O'zimizning zaminini qaytarib olishimiz kerak. Discordda ile paranlaşsak buldu, gap qilsanglar bo'ladi. O'zimizni Uyg'urlarning shu Discord guruh qilsak bo'ladi, ish qilib, izdishib, bundan keyin o'm bo'lib, ish o'z tan qilishib, bu yerda o'zining kimligini bilib bir ish qilsam, men yerda chiroyimni chiqarib, ismimni deb qilayotgan o'xshash bu sapga qaytildimiz u bu deganlar o'zining kimligini bildirib qo'rqmay tutib kelsin, asson deydigan yerga yetganlarga chiqargan salom. Qo'rqinchoqlar bu guruhga kirib bo'lamaydi, ham biz bilan degan yeri bir yerdan chiqib bo'lamaydi. Shunlashqa qo'rqmayman desang, bizni izda, mana qo'limiz ko'ksimizda har vaqt qarshi olamiz, bir ishlar bo'lsa tan qilamiz. Bu savob ish qilayotgan bo'lsak, tan bu savob ishni qilamiz. Vatanga ish qilayotgan bo'lsak, bu vatanga qilayotgan har bir xizmatimizni tan qilamiz. Ana shundoq bir guruh, ana shundoq bir millat oxirida futib chiqadi qarindoshlar. Biz qo'rqmasak futib chiqamiz. Bo'lmasa biz qo'rqimiz desak, bizga millionlagan sabab bor qo'rqish. Qo'rqma desang, millionlagan sabab topalaysan qo'rqma desang. Qo'rqmayman desang, birla. Chunki sen bir Uyg'ur. Qo'rqma. Uyg'ur bo'l boshda. Bo'ldi qarindoshlar. Har kuni shunday vaqtida so'zlab turishga tirishiman. Bo'lmadi deganda haftada necha qatam, lekin mushu balning xabarini to'xtamay ishlab, tarqitib, mushu balni dunyo xabariga chiqarishga men bel bog'ladim deb tunugimni dedim. Buni davomlashtirman qarindoshlar. Qo'llasanglar tarqitib, har xil guruhlarga tarqitib, WhatsApp bulamdi, qanday social platform shu atrofingdagi og'illaringga tarqitib, o'ygan
izden tefekkür qil degan o'sha gaplarni to'xtamay taqib kuch berdiganlar shu qilib yashaylik qarindoshlar. Bizning qo'rqishimiz yo'q, bizning qo'rqib ayrilib qolgandekmi hech nimamiz qolmadi qarindoshlar. Nimang bor? Sen shu bo'rkingdan ansirab otamsan, jigiringdan ansirab otamsan. Uni Alloh yaratgan, Alloh oladi. Boshqa narsan qolmadi sening qo'rqiman deydigan. Ama yo'q men u sababga bu sababga desang, yana deganim, yana shu millionlagan sabab bor. Qo'rqayman desang. Bu safar, bu jang, bu kurash qo'rqanchoqlikning o'yini emas. Bir kunlik irodasi yo'q insonlarning o'yini emas. Bir erkak xizmatlarning shunlarcha sirtda yashab, yana eng oxirida millat uchun so'z qilib yo'qab ketgan shundoq Murodil Hasanga o'xshash azimat qahramonlarimizning mangadigan yo'li qarindoshlar. Bir-birimizni qo'llayli, mehr-muhabbat berayli. Oxirida shu maqsadga birga yetayli qarindoshlar. Ko'zim cheksiz yetadi. Hem Uyg'urimizning uyg'undiganligiga ishonman. Chunki men mu Allohni o'p yashab baqqan, nurg'un Allohnilarim va burundan har xil xiyol ubu bo'lsa, biroq ikki shig'iz gapni anglab, uning degan uyg'unib biz nurg'un ishlarni qilgan. Nurg'un o'ylarni bo'lgan. Fuquma Uyg'ur jamiyatimizning psixikasini. Men janubdan shimolgacha hamma yerlik Allohnilarim bo'lgan. Hem shu yerlarga borgan. Shularning turmushi qayerdan qayergacha shu xil psixika nemishga qanday shakllanib qolgan hamma obdan bilma, qo'rqma. Buningdan keyin bizga Uyg'ur millatidan bo'lgan shundaq lider kerak. Uyg'ur millatidan bo'lgan shundaq prezident, shundaq hukumatimiz bo'lishi kerak. Ham faqat Uyg'urning manfaatini birinchi o'rin qo'yib, ish qiladigan, so'zlaydigan shundaq akıhada yigit azimatlarimiz kerak qarindoshlar. Shundaqqa buningdan qaqshimayli, o'zimiz bo'layli. O'zimiz boshda shundaq bo'layli. Uningdan keyin texnologik qadamni natijalarimiz orqali, ishlarimiz orqali ko'p haqlarni jalb qilayli. Murodil yo'qiganga o'xshash, Murodil yo'qab yana bir bola chiqqanga o'xshash. Gerçi u guvohlik bermisimi, unda video ishlab qilmisimi? Men Uyg'ur Jungo'da mushtaq yana qo'rqmay tamlardan atılıb shu internet saqchilarining takdidining har xil usullar bilan atılıb chiqib mishallarda so'z qilib qilyotdi, maqsadlarini bildirib bizga qilyotdi. Ashundaq bo'layli. Ashlarga o'xshash uygunayli. Sen qo'rqsang, ichkidagilar qo'rqmay yetibdi, chiqib yetibdi. Chunki ular Xitoyni obdan tushunib yetdi. Pichoqning sunyakdan o'tib bo'lganini sendan bekaraga his qilib bo'ldi. Kunlarning birida vatanga cho'qim qaytimiz. Shu qaytgan vaqtingda shu xalqingga sen qanday javob bersan? Sen nemish qilgan desa, "Hamma rasmimni chiqarmay, shu torlarda ancha-muncha express gap qilib, uning narsalarini qilib yurgan" desang, sen shunchalik duoga erishsa, shunchalik kelgusiga erishsa, bu dunyo o'tgandan keyin. Ammo mushu fursatdan qanday foydalanamiz? Mushu Murodilning ruhidan qanday boshqa avlodlarimizga tarqitamiz degan vaqt kelganda, kallamizni silkib, to'g'ri ishni qilaylik qarindoshlar. O'zinglar o'ylaninglar, qanday qilganda millatga eng yaxshi bu bo'ladi deb tafakkur qilinglar. Uningdan keyin so'zinglar bo'lsa, menga o'xshab danglar yamsiz billa, mush 10 odam ishada paranglashgan bo'lsak, 10 odam Discord yamsiz ko'rishib turib, yamsiz qanday shaklda o'tirib qo'ysak bo'ladi. Ama g'emini ayla qarindoshlar, g'emini yeganga o'xshash bir ish qilaylik qarindoshlar. Qo'rqma, virusdan qo'rqma. Virus o'xshash bu sening dushmaning har qanday edi. Sen virus qo'rqmaganga o'xshash, ya'ni yashayotganga o'xshash. Meni ati virus o'ltirib etamiki deb yozsang, biroq o'lib ketsang bo'ladi. Shuningga o'xshash. Mushu Xitoy virusni chiqarib bizni har qanday bir insonni
ölüm tehdit astığa ekep boldu. Ama canni şu toğru iş kıvatqa vaqtimizda asun Cenab-ı Allah. Buldu qeyrindaşlar. Men işte anlap bersanlar sözler verdiğin oqşayma. Hem şu mening o maqsadim xalqimga kuch beray, nurg'un yerlarda şu kayfiyatimizning işte sulg'un, undan keyin millatlarimizning kelgusini ko'ramaslik, shunday his qildim. Şoňlaşqa biz bir-birimizga ishonmaslik, bir-birimizning oxirini o bu shuningdan kelib chiqqan deb o'ylayman. Ama ishonch bo'layli, ishonch shu kunni ko'z oldimizga aytlayli, o'ylayli, tafakkur qilayli, har kun ettiga qopab. Shu kunga texmi bir kun yiqinlashdim. Vatanning havosidan nafas oldiganga oz qoldi. O'rlik chiqadigan oz qoldi. Insonda yashaydigan vaqt oz qoldi deb turib yashaylik qarindoshlar. Bo'ldi. Sizlarga rahmat. Yana ko'rishguncha omon bo'linglar. Yana yoqtirsanlar, tarqitib qilib beringlar. Gaplaringlarni shu videorimning ostiga chiqib bo'lgandan keyin qoldirib qo'yinglar, rag'batlantiringlar. Bir-birimizni shunday rag'batlantirib qilsanglar, ilhomim texmi keladi. Yana nurg'un ishlarni texmi qo'rqmay qilishga sabab bo'ladi qarindoshlar. Unda qilsak, shu guruh başta qilsak, yana shu bizga foyda, yana shu Uyg'urga foyda. Ammo biror ishim, biror illatim ya biror so'zim Uyg'urga foydasiz deb o'ylasang, qarshi tursang bo'ladi. Agar shu ish Uyg'urga sen degandek foydali emas, yoki Uyg'urga foydasiz bo'lib qolsa, Uyg'urning manfaati birinchi o'rin qo'ymay biror ishga atlanib qolsam, yoki boshqa bir narsaga berilib ketib qolsam, yo'limni to'g'rilanglar qarindoshlar. Mana shu mishadiki bo'layotgan ishning hammasi oxir xulosalab kelsak, shu maqsad bir-birimizga kuch berib, shu o'zimizning o'rtaq nishoniga yetish uchun qarindoshlar. Qo'rqmanglar. Murod Lasanga o'xshash. Qo'rqmanglar. Men Uyg'ur degan Uyg'urmanga o'xshash. Bo'ldi qarindoshlar. Allohga topshirdim. Ko'rishguncha omon bo'linglar.